Savol tahlili. Bizga javob 6 chiqyapti. 24 litrli idishdagi gaz 8 litrgacha kamaytirilganda, demak gaz hajmi kamaytirilyapti. Litrli idishdagi gaz hajmi 8 litrgacha kamayganda bosim shuncha litrga ortdi. Bosim ortganiga qaraganda, demak idishning hajmi kamaytirilgan. Bu yerda idishdagi gazning deb adashib ketgan. Idish hajmi 12 litrdan 8 litrgacha qisqartirilgan. Ichidagi gaz miqdori o'zgarmaydi bunday holatda. Demak idish hajmi 8 litrgacha qisqartirilganda bosim oshib ketadi. Demak bosim oshgan, 12 kilopaskalga ortgan. Javob 6 chiqdi. Buni bu yerda hozir bosim bilan hajm o'zgaryapti. Harorat o'zgarmaganligi sababli P0 V0 formulada ishlaymiz. P0 V0 P1 V1 ga teng bo'ladi. Ya'ni bosim va hajmning o'zgarishi, temperatura o'zgarmaganda bir-biriga teskari proporsional bo'ladi. Ya'ni bosim ortsa hajm kamayadi, hajm ortsa bosim kamayadi degan qoida bo'yicha ishlayapmiz. Bunga ko'ra bosim topishimiz kerak, dastlabki bosimni. Chunki dastlabki bosimni so'rayapti. Nollar dastlabkilar, birlar keyingilar. Dastlabki bosim noma'lum x. Hop, hajm dastlabki hajm 24, bosim keyingi bosim 12 ga ortgan bo'lsa bu x edi. 12 ga ortgan bo'lsa x plus 12 bo'ladi. 12 ga ortgan x plus 12. Bu x bo'lsa bu 12 ga ortiq. Hop, bu keyingi hajm 8 litrgacha o'zgardi. Idishning hajmi. Qaytaraman. Dastlabki hajm 24 edi, keyingi idish hajmi 8 litr bo'ldi. Dastlabki bosim x edi, keyingi bosim x plus 12 bo'ldi. Ya'ni 12 kilopaskalga ortdi. Tenglamani olib chiqsak x teng 6 chiqadi. Javob chiqdi. Demak, dastlabki bosim 6 kilopaskalga teng bo'lgan.